inson mana nima qilding? Senga buni dazmol qilgin desam, hamma yog'iga is tushirib tashlabsan-ku. Hozir qanaqa pishxonaga buni kiyib ketaman? Bir ikki marta dazmol qilib yurgan qizmanmi? Birinchi marta qilishim. Yo'qmasa o'zingiz qilib oling. Qizim, anaqa ozgina qo'lini shunda o'tib-o'tiga qarab bering bolam. Hozirning o'rtoqlarim keladi, gap-ku, endi yangi kelinli uyda baribir xijolat bo'lib qolmaychi, mana eshiklarning yoni yomon bo'lib ketibdi-ya. Voy, mammoyjon, menga aytyapsizmi? Qo'llarim supurgida yomon bo'lib ketadi-yu, men unaqa ish qilmayman. Yo'q, kech aytmabsiz-da, adamga aytardim, uyga xizmatkor jo'natib yuborardilar. Voy bolam, nima deganingiz? Qanaqa xizmatkor? Endi bitta hovli supurishga xizmatkor jo'natishadimi? O'zim qilib qo'ya qolaman, bolam. Voy, o'zimizga o'xshagan oila olsak bo'lar ekan-a. Bu qizni qanaqa eplayman endi? Qanday eplayman? Mayli, baxtli bo'lsa bo'ldi, bolamga indamay qolaman. Ha, nima bo'ldi? Yaxshi kutib oldinglar mehmonlarni? Ha, tug'ilgan kunim zo'r o'tdi. Lekin onangiz bergan sovg'a настроениямni buzdi. Tushunmadim, nima deyapsan? Nima dedim? Buvim zamondan qolib ketgan kiyimni menga sovg'a qildilar, hammani oldida sharmanda qildilar. Parasatlari ham yo'q. Zamon ko'targanda oyog'ingni osib qo'ygan bo'lardim. Sendagi mo'dan orqasidan quvadigan olibdala, onani qanaqa zotligini qatdan ham bilardilaring. Xo'jaligingni bugundan boshlab otingni uyda qilasan. Yo'qolib ketdi. Onam, beg'uborim.